Assalomu alaykum, hurmatli shahrimiz aholisi hamda tadbirkorlar. Avval xabar berib borayotganimiz kabi demontaj ishlari davom etmoqda. Biz ayni payt xalq tili bilan aytganda eski Gorgaz hududidamiz va bu yerda hurmatli tadbirkorlarimiz tomonidan noqonuniy reklama vositalari o'rnatilgani aniqlanib, maxsus demontaj ishlari olib borilmoqda va biz yana bir bor siz hurmatli tadbirkorlarga murojaat qilgan bo'lardikki, o'zingiz ish faoliyatingizni yuritayotgan tadbirkorlik subyektingizda reklama qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilishligingizni takror va takror ta'kidlab o'tamiz. Zotan siz reklama qonunchilik talablariga rioya qilishligingiz shahrimizning go'zalligiga ham, ko'rkiga ham ko'rk qo'shadi.